Assalomu alaykum. Sinko'z haqiqiy hayot o'yin elementlari mukofot olish tizimi. Loyihaning asosiy maqsadi bolalarni real hayotga qiziqtirish, ularni kompyuter va telefon o'yinlaridan chalg'itish. Asosiy tushuncha bu platforma sun'iy interaktiv o'quv materiallari va zamonaviy texnologiya orqali ta'lim jarayonini osonlashtirish. Smart Adventure, ya'ni sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan sarguzashtlar, qiziqishlarini aniqlash, bolalarga qiziqishini aniqlash uchun test beriladi va ularga mos topshiriqlar beriladi. Ular bir-birlari bilan raqobat qilishlari mumkin. Challenge'lar, misol uchun, masalan, topshiriqlar 7 kun ichida 3 ta kitob o'qish kabi misol bo'ladi. Ota-ona va o'qituvchilari bolalarning qaysi faoliyatga qatnashayotganini kuzatib borishi mumkin. Sinfdoshlar orasida 200 coin to'plagan o'quvchilar uchun maxsus challenge'lar qilishi mumkin. O'qituvchisi topshiriq berish, farzand uchun yangi topshiriq berishi va ularga mukofot belgilab qo'yishlari mumkin. Saytga keladigan bo'lsak, Sinko'z haqiqiy hayot o'yin elementlaridan mukofot olish tizimi. Kirish bo'lsam, bu yerda demak ro'yxatga o'tgan asosida kiramiz. Kirganimizda profil chiqadi. Bosh sahifa, o'yinlar degani, ya'ni o'sha topshiriqlar bajarishi, testlar va bolaning reytingi chiqadi. O'sha reytingga qarab o'rni belgilanadi va bo'limlar. Profilda ism, yoshi, darajasi va ballari, ya'ni 1000 coin belgilanadi.